Foydalanilgan ichimlik suvi uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik qarzdorlikning ortib borishiga olib keladi. Bugungi kunda Andijon viloyatida bu masala dolzarb bo'lib qolmoqda. Xususan Andijon shahridagi Sanoat, To'qqizariq va Guliston mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 15491 nafar aholi istiqomat qilsa-da, mazkur hududlardagi umumiy qarzdorlik 1 milliard 25 million 208 ming so'mni tashkil etyapti. Bu holat aholi tomonidan to'lov intizomiga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganini ko'rsatadi. Qarzdorlikni qisqartirish maqsadida Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan joylarda targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi tadbirlar aynan shu mahallalarda tashkil etildi va aholiga qarzdorlikning salbiy oqibatlari, jumladan xizmat ko'rsatish jarayoniga ta'siri atroflicha tushuntirildi. Targ'ibot davomida aksariyat fuqarolar o'z xulosasini chiqarib, qarzdorlikni so'ndirishga harakat qildi. Bu kabi tadbirlar aholi orasida to'lov madaniyatini shakllantirish va mas'uliyatni oshirishga xizmat qilmoqda.